Samarqanddagi 7 tonnalik oshga qancha masalliq ketganini bilasizmi? Bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring, aytib o'taman. 1700 kg guruch, 1900 kg sariq sabzi, 480 kg qizil sabzi, 830 kg qo'y go'shti, 830 kg mol go'shti, 130 kg dumba, 350 litr yog', 200 kg piyoz, 100 kg no'xat, 170 kg mayiz, 5 kg zira, 3 kg murch, 17 kg qora qand, 50 kg tuz va 450 litr suv ketgan. Samarqanddagi 7 tonnalik osh haqida fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Aytgancha, Yulduz Usmonova allaqachon bu haqda o'z fikrini bildirib o'tgan. Avval yo'lda to'g'rilab 48 tonna osh qilmasdan butun Samarqandni oshqoz kartani ham qo'yib qo'ying. Qarab bo'lmayapti, qizaryapti. Это разве смешно? Ha, ana shunaqa gaplar. Agar siz Toshkent shahrida asl Xorazm premium guruchini xohlasangiz, bizga direktdan murojaat qiling. Biz bu guruchimiz bilan katta oshlarni, to'ylarni, osh markazlarini va nozik dilli uy bekalarini mamnun qilib kelyapmiz. Guruchimizni sinab ko'ring, o'zingiz baho berasiz.